Hurmatli tomoshabinlar, endi biz sekin qo'y bozoriga keldik. Bugun sanamut 9-oktyabr, hafta kuni yakshanba. Kim botlarlar kasasini bilmaydigan bo'lsa, men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Shuni kanalimga kirasizlar, YouTube kanalimga ссылкасini tashlab qo'yganman shuni Telegram kanalimga. Shuni Telegramga o'tosizlar. Telegram kanalimga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul bo'lsa bilan? Qaraylar. Nech pul bo'lsa bilan? To'ptalari 37-38 dan beraman. To'ptalari nima masalan, nima qiladi? Deb o'yladim, men yana bo'lgan 3.700.000 so'm. 3.700.000 so'm deyishmoqda to'ptalari. Qayon qo'ylar aka? Surxondaryo qo'ylari ekan, o'rnat tomoshabinlar. Toza g'irt yetadi. Xafa qilmaylar, yetim bo'lsa. Xafa qilmaylar, yetim bo'lsa. Chorvasi. 2 millionga bitmaydimi nomozda? Telefon nomeri qo'yasizmi aka? 2 million telefon bermaydi. Ha, hozir qo'y-yo 2 million. Bo'lsa kattaga. 1 millionga ham olmaydimi? Oh. O'g'il tomoshabinlar qo'ylar, ko'rsanglar. Assalomu alaykum. Nech pul olsaga bilan? 5 dan 5,5 5 million, 5,5 milliondan. Kattalarni 5,5, kichkinalarni salom, doro kichkinalar. To'g'ri, ma'bad. To'g'ri, degan o'rnat tomoshabinlar sal adashimman. Adashdan to'g'rilab ketadi. Qayoni qo'ylar aka bu? Nechta olib chiqansizlar aka? 50 ta chiqib qoldi. 50 ta chiqibdi o'rnat tomoshabinlar. Telefon nomeri qo'yasizmi, shart emasmi? Bo'ldi. Bozor zo'ysan. Assalomu alaykum. Nech pul olsalar buni? 5,5 million so'm deyishmoqkan ekan. Qayoni qo'ylar aka bu? Surxondaryo Saracha. Nechta olib chiqansizlar aka o'zi? Bizaka hudra qo'y. Belyapti. Tojikistondan kelgan. Hozir nishon bor. Ular nech puldan deyapti? Yo'q, bormi? Nishon bor deb borib, hayır. Eshonboy aka, assalomu alaykum. Nech pul olsa ularni? Ular 4,5 4,5 million, 5 million so'm ekan. Men taxminimcha bunday kattaroqlarni 5 million so'm deb o'yladim men, qaranglar. Qayoni qo'ylar aka bu? g'irt qarayapti. Nechta olib chiqansizlar aka o'zi? Har 60 tacha chiqadimi? Telefon nomeri qo'yasizmi shartmi? telefon nomeri Abdurahimov. Bir-biriga ketadi. Voy, qo'ylani. Nosa ya. Dolmino. 4 million so'm deyishmoqkan ekan, o'rnat tomoshabinlar. Oynasiga tegibdi. Qayoni qo'ylar aka bu? 37 dan qildi aka. 37 dan. 3 million 700 ming so'm. 3 million 700 ming so'm qilishayotgan ekan donasiga. Bizdan bermadi, bilmasam. Biz. Kim? Ayting hoji bor. Salom alaykum. Yurtdan deyapman, kam bor, hoji bor. Yurtdan deyapman. Nima chiqadi? Bilmadim, qanaqa chiqqan bor. Assalomu alaykum. O'g'il nech puldan olsalar bilan? Bo'ladi, uyda. Ber, ota. 4 million so'mdan deyishayotgan ekan, o'rnat tomoshabinlar. Qayoni qo'ylar bu? Qozog'iston. Qozog'istonni qo'ylariga o'rnat tomoshabinlar. Nechta olib chiqansizlar? 100 dan oshib bor. Hali. Bitta yarmi? Ha, bu 35 talik. Hatta mana qoralar bor. Nari tartibdan to'g'ri. Otaga gaplashsangiz bo'ladi. Zot qanaqa aka bularni? Qog'oz.
Qozog'ini qirqasa qo'yadi. Ha, bo'ladi. Hech salasi. Taras. Alhamdulillah. Ancha ko'p ekan, hozir nari tarafga ham olamiz, xudo xohlasa inshaalloh. Telefon nomer qo'yasizlar? 93 568 42 41. Ha, bo'ladi. Nari taraf degan ham sizlardan qora. Qoraga. Ularni ish puldan olsa? 34 35 tanlab olish. Ha, bo'ladi. O'ron tomoshabinlar buni oldingi aytgan nomerga qo'yasizlar, aytgan nomerlariga o'zlari. Qo'zilari. Ha, bo'ladi. Qozog'istonda sifat qo'ylar, hurmat tomoshabinlar. 4.5 million, 5 million so'm deyishayotganiga hurmat tomoshabinlar. O'ziga qarab tanlab olish kerak. Shuni yuztami o'shanda? Mana men tarafga qo'radan, yon tarafga qo'rasiga o'tdi. O'shanda 100 ta hozir. Hurmat tomoshabinlar. Agar kimga yoqqan bo'lsa, hurmat tomoshabinlar, o'zligingiz tanlab olishga, tanlab olsanglar bemalol 4.5 million so'mdan 5 million so'mgacha chopganiga hurmat tomoshabinlar. Oldingi nomerga qo'yasizlar bemalol. Tanlab olishni bilmayman. Assalomu alaykum. Ular nech puldan deyishayotgan ekan. Sekin so'rab narxini aytamiz. To'rt million 300 ming so'm deyishayotgan ekan. Mana shu qo'yga 4 million 300 ming so'm. Demak 5 milliongacha chiqadi taxminimcha. Assalomu alaykum. Nech Hanura ancha qo'y ko'p. Yaxshi. Ana bu yoqda tur. Tot barlik. Al qo'yma. Ancha ko'p. Kimdan so'rash bilan olaman? Ay, sekin. Kimdan so'rash bilan olaman? Hamma o'zi qo'ymalar bor. Men taxminim meta o'tib ketdim. Voy. Ko'plikni qarasalar qo'ylanay. Assalomu alaykum. Bilasizmi aka? Nech pul los bularni? 4.5 million so'm deyishayotganiga hurmat tomoshabinlar. Qayoni qo'ylar aka? Surxondaryo. Ha, Surxondaryo qo'ylar. Hurmat tomoshabinlarni ko'rasizlar. Bu tarafdagilar ham sizlardan bola qo'yilganlar. Ular nech puldan olsizlar? Bari ko'ryapti. Ha, ular ham to'radimi? Yana ular ham Surxondaryoniki. Bola qo'yilgandan yana bilmadim-da, o'shanga. Nechta olib chiqansizlar o'zingiz? Nechta olib chiqansizlar? 60 ta. Telefon nomer qo'yasizmi, shart emas? Bozoringiz bersam. Assalomu alaykum. Nech puldan olsizlar bo'lgan aka? Bular nech puldan olsizlar? 6.5 million so'mdan so'rashayotgan ekan, hurmat tomoshabinlar, ko'rasizlar. 3 kilo qo'shma qilma. Qayon qo'ylar aka? Surxondaryo. Ha, bo'ldi. Surxondaryoni qo'ylar, hurmat tomoshabinlar. Nechta olib chiqansizlar o'ga o'z? 20 ta. Bir xil sakonni ham bor deydi-da, o'shanga aytaman, qorada to'g'ri. Telefon nomer qaysi shart emasmi aka? Ba'zi bozoringiz bersang. Bitta qisqacha bo'lsa ham tanishtirib o'tib ketdik-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul olsalar bo'ladi aka? Ha? O'zi eng pasti nech puldan? Eng pasti shar. Eng kattasi? Narx. Ha, 3.5 million so'mdan 5.5 million so'mgacha. Ha? 8 to'rg'ochi ham bor. 8 to'rg'ochi bor ekan, hurmat tomoshabinlar. Bossalar. Qochilari 4.5 dan.
Urg'ochilar 4,5 million so'mdan ekan. Umr yozsanmi? Ha, yozaveramiz. 95lik. 95lik 601 02 701 adash ketamiz dedi. 0705. Bo'ldi, hurmatli tomoshabinlar, bemalol qo'vrasizlar yoqqan bo'lsa. Tanlab olishadi o'shanda mana. Urg'ochi ham bor dotili 3,5 dan 5,5 million so'mgacha dotili, hurmatli tomoshabinlar. Ha, o'kamlar turibdilar o'zlari. Xudoy bersin. Lan şagird demem şagird. Bo'l. Avvaldi. Assalomu alaykum. Nech pul dostlar aka buni? 6dan 5,5 million ekan. 6,5 dan 5,5 million so'mgacha ekan. Hammasi Surxondaryodan qo'yiladi, hurmatli tomoshabinlar. Nech topishgansiz aka? 50 ta. Qo'rada ham bormi? Qo'rada, yarim qo'rada. Ha, yarim qo'rada ekan. Bu tarafdagilar ham sizlardan? Ha, Tomas Quchoq tomoniga Tomas Quchoq. Bular ham sizlardan? Ha. Ular nech puldan dostlar? 4,5 million. Narxida farqi bormi deb so'rayman. Nima degani? Boshqa so'ragan so'rayman. Telefon nomeri ayting aka. Bu nomer 50 50 550 550 97 97 30 93 30 bo'ldi. 24 ga 7. 24 ga 7 har doim Dastlabki emas, 12 ta bo'ladi. 12 ta viloyatga dastlabkasi ham bor ekan, hurmatli tomoshabinlar, bemalol qo'vrasizlar. Mana bu tarafdagi qo'ylar ham. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizlarmi aka? Rasa ko'p qo'yapti sizlarga ham. Biz ishimizda shodlandi. 94lik 297 292 29. Hurmatli tomoshabinlar, bemalol qo'vrasi oldingi nomer bilan ham qo'vrasizlar bemalol. Qaysi biridadir mana kamchilik bu narsalar bo'ladigan bo'lsa yoki ana qo'llikisi bo'shab olishmagan bo'lsa, ikkinchi nomerga qo'vrasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Nech pul dostlar aka buni? Har xil yuziga qarab, katta kichikligiga qarab, juda yaxshi narsa. Eng kichkinasini. Eng kichkinasi bilan eng balandini. Eng kichkinasi 3,5 ming, kattasi 4,5. Eng kichkinasi 3,5 million ekan, eng kattasi 4,5 million so'm deyish ekan, hurmatli tomoshabinlar, ko'rasizlar qo'ylarni. Qayoni qo'ylar aka ular? Qayoni qo'ylar? Hay Surqosh. Qashqadaryoning qo'ylari. Qashqadaryoning qo'ylari ekan, hurmatli tomoshabinlar. Ko'rasizlar bemalol. Bozorga tushsanglar ko'p qo'y. Qo'y ko'pdir. Hadish ketdimmi? Nechta topib chiqansizlar aka o'zi? Nechta topib chiqansizlar? Ana shu bor shu. Ha, bo'ldi. Telefon nomer qo'yasizmi? Ana shu yerda 3 ta qo'y bor, hammasi Qashqadaryolik qo'ylari, hammasi. Telefon 35 yildan beri keladi. 35 yildan. 35 yil. Qashqadaryo Surxondaryo qo'ylari keladi. Okamlar 35 yildan beri qo'y olib kelar ekanlar har kuni shu yerga. O'ttiz besh yildan beri ishlayotgansiz. Eng qimmat sotilgan qo'y nech pul bo'lgan? Voy, qimmat sotayotgan 14 million, 20 million, 25 millionga sotadi. Bozorda internetda ko'raman-da, 20 ming dollarga ham bermayotgan qo'ylar bor-da. Ha, shu bermaydi. 2 ming dollar qo'y sotilyapti. 4,5 million nima bo'pti deydi. Telefon nomer qo'yasizmi, shart emasmi? Meni aniga chiqarib bermanglar tak-takka. Bo'ldi. Nima qilasiz telefon nomer? Kerak yo'q. Bo'ldi, aka, bozorda bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Nech pul olsa aka bilan? Ular 4,5 dan kami bor. 4,5 million so'mdan kami bor ekan, ular tomoshabinlar.
Qo'chqor lekin hurmatli. Qancha pulda jo'raykan? Qayon qo'ylar aka bular? Qayon? Qashqadaryo, Kurdolar. Surxondaryo, Qashqadaryo qo'ylar ekan hurmatli o'shalar hammasi bor. Qaytda bor. Ayt vallahi. To'liq aytdim. Voy. Telefon nomer qo'yasizmi? Bo'ldi. Bozor bersan aka. Assalomu alaykum. Nechi pul olsa bo'ladi aka? 5,5. 5,5 million so'm deyishmoqda ekan hurmatli tomoshabinlar 5,5 million. Qayoni qo'ylar aka bular? Ha? Yetib qola, yetib. Yetib chiqasa. Qayoni qo'ylar aka bular? Ha, Qashqadaryoni qo'ylar ekan hurmatli tomoshabinlar. Va. Telefon nomer qo'yasizmi, shart emasmi? Bo'ldi, bozorni bersan aka. Ya deytamiz. Aynen. Eshitib tursiz bo'lar axini. 5 million so'mdan deyish hokkan ekan hurmatli tomoshabinlar, uni ko'rasizlar. Bu ham Qashqadaryoni qo'ylarmi aka? Rasa ko'p olib chiqibdilar o'zi ham. Telefon nomer qo'yasizmi? 94lik 18 9082. Hurmatli tomoshabinlar, bemalol ko'rasizlar. Hozir aytgan nomerlarga yoqqan bo'lsa hurmatli tomoshabinlar.